komandir bilib yurar ekan o'zbek yigit namoz o'qib yurishini. Har xil askarlar bilan do'st etdi. Gruzin, arman, rus, moldovan, ukrain, belaruslar bilan xizmat qiladi. Namoz vaqti kelsa yo'q bo'lib qoladi, borib namozini o'qib kelib turaveradi. Juda odobli o'zbek yigiti. Komandir bilar ekanda bir kuni kalaka qilmoqchi bo'ldi. Qo'liga kalit berib o'zbek yigitni bor, ana mashinani debdi. Meni bo'na olib qo'yasan debdi. O'rtoq komandir, men mashina haydashni bilmayman. Sen namoz o'qiysan-ku, Alloh bilan gaplashasan-ku. Alloh senga kuch-quvvat beradi. Mashinani haydab ketaverasan. Hammalari kulib jilmayib turishibdi. O'zbek yigit ham kalit olib qo'liga mashina tomonga sekin yuribdi. Bismillahirrohmanirrohim. Shuncha g'ayri dillarning ichida meni sharmanda qilmagin Alloh. Eshikni ochib, kalitni sekin mashinani burniga suqib burak turib subhanalloh la havla va la quwwata illa billahil aliyyil azim desa boshida o'tolib sekin yurib ketibdi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Oborib aytgan joyiga qo'yibdi mashina. Kalitni sug'urib, xursand bo'lib eshikni yopib komandirning yoniga kelsa, komandiri yig'layotgan emish. Nima bo'ldi? Desa komandir yurib yotdi debdi. Yonidagi askar soldatlar bilan birga kelib mashinani kapotini og'zini ochsa motor yo'q emish mashinada. Motor.